Arzon narxiga Mercedes-Benz C-ni sotadigan payt keldi. Bugun sotuvimizda W203 2001-yil probeg 195 ming kilometr. Eng qizig'i V-образный двигатель 6 silindrli modifikatsiya 112, рабочий объем 206. Расходi keladigan bo'lsa, taxminan 10-13 oververinglar. Uni C-klass bo'lgan taqdirda ham, lekin bagajnik juda keng klassifikatsiya bo'yicha va endi sizlar bilan salonini ko'rib chiqamiz. Polni qaranglar, sostoяние 2001-yil bo'lsa ham, lekin svetli salon haligacha o'zini vid beryapti. Oldingi egasi отдельно buni chexol taqdi. Endi bo'veradi, dizayniga ham to'g'ri kelyapti. Betda esa oldi tomoni ahamiyat berishinglar mumkin. Betda ham soстояниесiga mana shu joylarga основной ko'rish kerak. Anatomicheskiy rul qilingan. Сиденье mana shu chexollari bilan avtomat korobka, tiptroniklari elektronning, a также современный Android zavodskoyga o'xshagan monitor taqildi. Tomimizda luk mavjud va komplektatsiya elegant. Avtomobilni ko'rib chiqdim o'zim, elektronikasida men ozgina ishini topdim, to'g'risi aytsam, no, bu hech narsa emas. Sababi narxi juda ham shirin skaska. Narxiga keladigan bo'lsa, 5900 ga berib yuboraman. Kelib ko'ringlar, tekshiringlar.